Agar sendan sorasalar, narsa ul Allohga inanu deb. Allohga inanu ul tavhid rububiyga, tavhid uluhiyga ham tavhid asma va sifatga iymon keltiruv. Tavhid rububiyga iymon keltiruv ul bar tek Alloh qilgan barliqqa keltiruvchi, rizqlantiruvchi ham idora etuvchi ekanine inanu. Ya'ni Allohni uning amallarida birlav. Tavhid uluhiyga iymon keltiruv ul barliq ibodatlarni da bar tek Allohga bag'ishlav. Tavhid asma va sifatga iymon keltiruv ul Alloh o'zi tasvirlagan uning elchisi tasvirlagan ismlarga ham sifatlarga inanu ham Allohni bu ism sifatlarida birlav. Alloh o'zi narsa rostlagan shuni rostlav, ham narsani o'zidan inkor etgan shuni inkor etu. Ya'ni bu ismlarni ham sifatlarni ma'nosini o'zgartmav, kiri qoqmav, nishik deb so'rov bermav ham bir narsaga da ishonmav. Bu tavhid. Tavhidni bilmisha tavhidga chaqiruv mumkin tug'il. Tavhid rububiyya, tavhid uluhiyya ham tavhid asma va sifat dedik. Shulayq Allohga iymon keltiruv ul Allohning borlig'ini rostlav. Chunki Allohning borlig'ini inkor etuvchilar bor. Allohning borlig'ina nima dalil? Allohning borlig'ina 4 umumiy dalil bor. Aql, his, tabiiy ham shariat dalili. Aql dalili mumkin tug'il. Aql egasining jirdagi shushi is ketkish tartibga, yashayishga, dengizlarga, yilg'alarga, og'ochlarga tun bilan kunning bir-birisi ortman kilolarini qarab shushi bor narsani da borliqqa keltiruvchisi ham idora etuvchisi Alloh ekanini ishonmav. Buyuk Robbimiz alla ular o'zlaridan o'zlari borliqqa keldilarmi? Endi ular borliqqa keltiruvchilarmi dedi. Ikkinchi dalil hissiy dalil. Alla shulay bo'lmadimi? Avur vaqtida qo'llarini ko'tarib ya Robbim deb Allohga yolbordim. Hamondan yengillik kelmadimi? Bir vaqt payg'ambarimiz Allohning ana salovati ham salami bo'lsin minbarga bosib Allohdan yomg'ir so'radi. Bu vaqtda ko'kda bir bulut da yo'q edi. Yomg'ir yog'a boshlagancha sallallohu alayhi vasallam minbardan tushmadi. Hammana bu da hissiy dalil bo'lib turadi. Shulay tigi tog' quvishida zo'r tosh bilan yopilib qolgan 3 kishi Allohga duo bilan yolborgach, shig'u yo'llari ochildi. Bu da hissiy dalil bo'lib turadi. Tabiiy o'zlik. Har bir kishi bu dunyoga fitriy iymon bilan keladi. Ham ati anisi ondan Yahudi, Nasara ya'ni majusi yasay. Ham bugungi kunda bizning orada bo'lgan balalarning birisi u da bo'lsa bolalarga sehr o'rata turgan multfilmlar. Qizg'anishga qarshi kishilar bu multfilmlarda ko'rgan sehrga elashdilar. Ham shushi sehr ular uchun ruxsat etilgan oddiy narsaga o'rildi. Agar biror boning tishi tushsa, u nishli? Quyoshga murojaat etib, ya quyoshim, mening bu tishimni oldi. Alla quyosh anga yangi tish bera oladimi? Yo'q. Shundaqda bu amal zo'r shirik bo'lib turadi. Har bir bola atisi, anisi yaratgan narsada o'sa. 4-dalil shariat dalili. Hamul ko'p Qur'ondagi barliq oyatlarda tavhidga indi. Ikkinchidan farishtalar borlig'ini ishonu. Narsa so'ngul farishtalarga ishonu. Biz ularning ikkinchi bir yashirin dunyoda ekanini ishonamiz. Alloh ularni nurdan yaratdi. Ular Allohga bir so'zsiz bo'ysunlar ham qarishmaylar. Ularning ruhlari ham tanlari, aqllari ham yuraklari bor. Ruhga dalil Alloh aytdi, ayt. Biz anga ezgi ruh berdik. Tanga dalil Robbimiz aytdi, ul Alloh farishtalarni 2-shar, 3-shar yoki 4-shar qanotli etib yaratdi. Ham farishtalarning yuraklari ham aqllari borlig'ina dalil Alloh subhanahu va taolo aytdi, ularning yuraklaridan qo'rquv ketgach, ular sizning Robbingiz narsa aytdi deb so'rarlar. Biz barliq farishtalarga da ishonamiz. Alloh bizga ularning ismlarini o'rgatdi. Jibril, Mikail, ham Isrofil, ham o'lim farishtasi. Ham o'lim farishhtasining ismi G'azroil farishta deb dinda isbotlanmagan. Ismlarini, sifatlarini, ularga yuklangan amallarga ham ular turundagi kelgan ma'lumotlarga Alloh bizni o'rgatgancha ishonamiz. Shunday ko'kdan ingan barliq kitoblarga da ishonamiz. Ya'ni ko'kdan ingan barliq kitoblarda Allohning so'zlari ekanini, ham ular borasida maxluqlar uchun indirilganini, ham barliq ishlar Alloh tomonidan kitob bilan jibarilganini Alloh aytdi.
Biz ilchilarni anglatma bilan jibardik ham ularga kitob berdik. Shulay Alloh bizni uyratgancha biz barlik kitoblarning ismlarini ishonamiz. Qur'on, Tavrat, Injil, Zabur ham Ibrohim ham Musoga ingan yozmalar. Ham ular to'g'rida bo'lgan xabarlarga, yo'qqa chiqmagan qarorlarına ham Qur'on o kitoblarning hukmlarini yo'qqa chiqaruvchi ekanligini ishonamiz. Shuning uchun Qur'onda kelgan narsalarni qoldirib, Isroil qavmina ingan qarorlarga aylanib qaytu mumkin tugil. Allah aytdi, biz sina eng yaxshi hikoya söyledik, ya'ni Qur'onda Allohning kitobida. Shuning uchun nega so'ng biz eng yaxshi kitobdan cheklashamiz, ham boshqa kitoblarga aylanib qaytamiz? Nega o'z ishini barliq dunyodagi oxiratdagi xayrlilikni olgan kitobni qoldiramiz? Shulay payg'ambarlarga ham elchilarga ishonamiz. Allah'ның аларга салаваты һәм сәламе булсын. Biz аларның Аллаһның куллары булуларына һәм аларга багышлап гыйбадат кылырга ярамавына ышанабыз. Һәм алар алдамыйлар. Хакыйкатта Аллаһ аларны җибәрде һәм аларның күңелләренә салды һәм аятлар белән ныгытты. Аларга йөкләнгән аманатны башкардылар. Ümmetlerin nasihatlediler hem Allah yolunda şın cihat yasadılar. Hem en birinci peygamber ul Adam, en birinci ilşi ul Nuh, indi en sonlu peygamber hem ilşi ul Muhammed Nuh'ana şanabız. Allah'ın ana salavatı hem selamı olsun. Hem peygamberimizden son kim uzun peygamber deyip hem ona yollama indirile deyip eyteyken bu kişi kafir bula. Bütün barlığı bilen zor küfürlük kıla hem Allah'a ışanı mümkün değil. Qoy bir galimler aytadilar, agar bugungi kunda men payg'ambar deb aytuvchi borliqqa kelib, shunga birarsi bizga Allohdan biror mo'jiza ko'rsat deb ayta ekan, bu so'ragan kishi zo'r kufrlik qila. Ni uchun? Chunki bu kishida payg'ambarimizdan so'ng boshqa payg'ambar kelmayishigina inomi yo'q. Alloh payg'ambarimizni sallallohu alayhi vasallam eng oxirgi payg'ambar ham eng oxirgi elchi etdi. Şuna göre biz Allah'ın barlık peygamberlerine, ilişkilerine, onların isimlerine, sıfatlarına, onlardan gelen haberlerge, hem Allah onlarga bilgen ayetlerge, mucizelerge ışanabız. Şulayık ahir günge ışanu. Hem bu öz işine ölümden son başak barlık nerseni de ala. Yani biz kişi ölgenden son teninden ruh çıkacağına ışanabız. Onu ferişteler kabul ite, hem köklerge alıp meneler, onun için kökteki kapkalar açla, hem yabla. Tenge geri qaytaralar, hem ul kömürge giren kişilerin ayak tavuşun işitip kala. İki feriştenin kabirdeki üç sorav birileri, Rabbin kim, dinin nindi, peygamberin kim? Eğer bu dünyada şu üç asını bilmesen, vallahi kabirde cevap taba almayacaksın. Kabir gazabı, kabirdagi nimetler, ölgenden so'ng tirilүү, jazo, sirat ko'piri, jannat, o't, shafaat qiluu, musulmonlarning Robbilarin ko'ruvi, payg'ambarning sulug'i, ölgenden so'ng barliq bo'lasi narsaga ishonuu, qiyomat kunga ishonuu. Bugungi kunda shu masalalarda sheklanishlar bor, lekin musulmon sheklanarga tegish tugul. Imonning 6-chi bag'nasi ul yozmishga ham taqdirga ishonuu. G'olimlarimiz taqdirni 4 darajaga bo'ladilar. G'ilim, yozuv, tilak ham borliqqa keltiradi. G'ilim ul Allohning barliq narsani da bilishi ham onlardan ko'kda da, yerda da bir narsada yashirin tugul ekanini inonu. Yozuv, Alloh qalamga har bir narsani oxir kunga qadar bulasin, yozmishin, yozirga amr etuvini inonu. Tilak, kishining tilagi bor. Ham onun tilagi Allohning tilagi ostida. Alloh tilagan narsa bo'ladi, tilamagani yo'q. Alloh aytdi. Alloh tilamicha tilamayacaklar. Shunday o'z bosularingizga o'zingiz tilagancha kirigiz dedi. Bu qulning tilagina dalil. Borliqqa keltiruv. Kishi borliqqa keltirilgan ham onun amallari da borliqqa keltirilgan. Alloh aytdi. Allah sizni de amallaringizni de borliqqa keltirdi. Ham bugungi kunda taqdirda ham yozmishda Allohning g'ilmida sheklanishlar bor. Endi taqdir yozmish deb kimchiliklarni oqlovchilar. Masalan, kishi xamir ishi. Nega ichasan deb so'rasang, Alloh shunday yozgandi. Alloh tilamasa men ichmas edim deb javob beradi. Agar bu kishini ongin jug'ancha qiynasang, ham ongina kelgach u sendan so'rasa, nega qiynading deb, bunda mening g'aybim yo'q.
Аллаһ шулай язган, сине кыйнарга дип җавап бирәсең. Әгәр гөнаһларын тәкъдиргә сылтавым дәвам итә икән, тагын тотып кыйныйсың. Әлбәттә, бу кешене дә бер кешене дә кыйнарга ярамый. Бер кешене дә кыйнарга кирәк түгел. Бу мисал гына. Сезләр тәкъдир мәсьәләсен аңласын өчен. Чөнки тәкъдир белән акланырга ярамый. Гомәр, мөселманнарның әмире кырыена бер каракны алып киләләр, һәм ул аның кулын кисергә әмер итә. Һәм бу Аллаһның җәзаларының берсе. Һәм бу карак Гомәргә килеп: "Эй мөселманнар әмире, Аллаһ язган нәрсә белән мине кисәтәсеңме? Миңа бит урларга Аллаһ насип иткән ди." Һәм Гомәр бу кешегә: "Без дә бит синең кулыңны Аллаһ насип иткән өчен генә кисәбез. Безне Аллаһ язган нәрсә өчен битәрлисеңме? Аллаһ синең кулыңны кисергә безгә насип иткән. Нишлик соң?" дип җавап кайтарды.